Pul, mashina, mansab birinchi o'rinda deyotgan sizmidingiz? Turkiya va Suriyada 8 balga yaqin bo'lgan zilzila oqibatida jabr ko'rganlarning shu so'zlarini baqirgan holida eshitdim va ko'zimga yosh oldi. Bolam ichkarida, onamni qutqaring, dadamsiz qanday yashayman? Oilamni beton bosib qoldi. Ro'mol bering iltimos. Bu yerda pul va mashina so'zini umuman eshitmadim. Hammaning xayoli bir narsada, ya'ni yaqinlarida edi. Yaqinlarisiz, ota-onasiz hech qanday boylik va mansab qiziqmas. Iltimos, uyg'on ummat.